Assalomu alaykum. SN Investni ijtimoiy tarmoqdan kuzatayotgan akalarimiz, musofirdagi akalarimiz uchun mana bugun mini traktorlar haqida video olishni maqsad qildik. Ushbu videoda siz SN Investda qanday mini traktorlar borligi, uni afzalliklari, xarakteristikasi va eng avvalo narxi va olish tartibini tanishtirib o'tamiz. Video avvalida sizlardan iltimos like bosing va kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring. Bizni qanchalik qo'llab-quvvatlasangiz, YouTube'da videolar ko'paytirib boramiz va albatta narxi bilan chiqarib boramiz. Lowell kompaniyasining eng kichik bo'lgan mini traktordan boshlaymiz. Bu traktor Lowell 254 modeli bo'lib, 3 portionli bo'ladi. 3 portionli bo'lgani bilan bemalol 35 ot kuchi qiladigan ishni qila oladi. Bu traktorimizning hozirgi kundagi bahosi 115 million so'm. Juda ham baquvvat qilib ishlangan, motor VCI motor bilan jihozlangan, oldi gruz toshlarga ega va albatta asosiy revers korobkasiga ega. Bu reversni video davomida to'liq tushuntirib ketamiz. Bu Lowell Tourist Tour traktorimiz kabinali versiyasi bo'ladi. 5 kabinalilar yangi partiyalar yo'lda kelmoqda va filiallarimizda bor. Hozir bu yerda Lowell Tourist Tour kabinali traktorimiz oldi toshlari qo'yilmagan. Buni asosan shu avashnoy bo'yicha shug'ullanadigan akalarimiz, bog'dorchilik bo'yicha shug'ullanadigan akalarimiz ko'p xarid qilishadi. Asosan o't o'rishi, 1.65 lik kasilkalarga, 1.5 metrlik frezalarga zo'r. Bu traktorimiz e'tibor bering, 60, 70, 76 qator orasiga to'g'rilasangiz ham bo'ladi. Nafaqat yer haydov, kultivatsiya, o't o'rish hamma ishni qilaveradi. Bu traktorimiz hozirgi kunda chegirmada 158 million turibdi. Eski narxi 170 million sotilgan. Ulgurib qoling. Yangi partiyalar ham tez kunda yetib keladi. Bu Lowell 504 5 kabina katta shassi mini traktorimiz. Katta shassi nima farqi bo'ladi? Bular bartovoy sistemali bo'ladi. Bu dala ishlariga ko'proq mos keladi. Press podborshiklarga ham mijozlarimiz ko'p shundan xarid qilishyapti. O'ziga mos bo'lgan press podborshikni bemalol ishlata oladi. Reversni tushuntirib ketamiz. Revers korobka nima uchun mini traktorga juda ham zarur? Tasavvur qiling, bog'da siz 3 ta paket bu. 12 ta oldiga, 12 ta orqaga. 3-skorousda ketyapsiz. Bog'da, tor joyda siz zadni burib olishingiz kerak, razvrot qilib olishingiz kerak. Siz skorousga tegmaysizda, revers korobkani zadniga urib, o'zini skorousni zadniga oldiga qilib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu juda ham qulay. Bu traktorimizning hozirgi kundagi bahosi 205 million so'm. Bu ham chegirmada 210 million sotilgan. Nasib qilsa shu iyul oyida kelsangiz, bu narxlardan ham katta-katta chegirmalar qilib beryapmiz. Bu traktorimiz mana ichki bartovi bilan jihozlangan, oldingi partiyalardan yana kuchaytirilgan, ya'ni bunda tashqi silindr bilan joylashtirilgan. Bu degani bemalol yerga bosib beradi. Bu ko'pgina mini traktorlar uchun orzu, revers bo'lishi va tashqi silindr bo'lishi. Bu Lowell 504 katta shassi full bo'ladi. Full degani ham bartovoyli, tashqi silindrli, konditsioner, magnitofonlarga ega va asosiysi motor 3608 kilovat 50 ot kuchi bo'lgani bilan juda ham kuchli motor bilan jihozlangan, ya'ni VCI motor bilan. Ko'pgina 50 ot kuchli traktorlari motor kichkina bo'ladi. Ko'p mijoz shunga e'tibor bermaydi. Albatta e'tibor berishingizni so'rab qolamiz. Oldi gruz toshlarga ega. Bu yuqorida aytib o'tganimizdek 60, 70, 76 qator orasiga to'g'rilasangiz bo'ladi. Bu traktorimiz 180 lik freza, 195 lik rotorli kasilka, chizel, plyuk, press podborshik, bir qatorli silos qiladigan apparat, ko'p turdagi texnikalar bemalol ishlata oladi. Vom obroti 540 ming, yumuzlarga o'xshab primoy shesterdan kuch oladi. Bu bemalol dalada sizni uyaltirib qo'ymaydi. Bu traktorimizning hozirgi kundagi narxi bu ham chegirmada 223 million sotilgan payti ham hit продаж bo'lib tugab qolganda hozir 218 million so'm. Undan ham xudo xolasa chegirma qilib beramiz. Kuni kecha keldi bu yangi partiyalarimiz 2026 bo'ladi. Ushbu video chiqarayotgan paytimizda Lowell mini traktorlarni ayrim modellari hali yo'lda, talab yuqori bo'lgani uchun tugab qolganda, u traktorlarni ham narxlarini videoda qo'yib ketamiz. Buning uchun albatta like bosing. Hech qanaqa sizdan kanallarga obuna bo'ling, direktdan javob qaytaramiz demaymiz. Narxi ochiq-oydin aytib o'tib ketamiz. Va albatta videoning oxirida 100% to'lovga qurbi yetmagan akalarimiz, imkoniyati bo'lmagan akalarimiz uchun yaxshi taklifimiz bor. Videoni o'tkazmasdan kuzatib boring. Sanoqli qolgan Arbus 504 traktorimiz hozir Toshkent bosh ofisida bor. Ko'pchilik so'rashadi, nima uchun bu Arbus deb. Bu ham aslida Lowell kompaniyasini ishlab chiqarilgan traktori. Bu Arbus Euro standart bo'ladi, ya'ni italyanskiy zavod Arbusni Lowell kompaniyasi sotib olgan va bu liniyaga tegmasdan
shu zangori rangda, ya'ni P seriya, F seriya, Arbus seriyani olib qolishgan. Buni afzal tomoni kim yaxshi ko'radi? Balotli joylarda, loyli joylarda ishlatadigan akalarimiz yaxshi ko'radi. Chunki balonlari ko'rishingiz mumkin, juda ham baquvvat qilib ishlangan va tagi baland. 500 dollarga nisbatan tagi baland. Bu o'qariqda qiynalmaydi. Bu ham 50 ot kuchli Lowell nima ish qilsa, bu ham o'sha ishni qiladi. Juda ham baquvvat revers korobkali. Bu traktorimizning hozirgi kundagi narxi 222 million so'm. Bunga ham yaxshi chegirma qilib beramiz va nihoyat barcha mini traktorchilarning orzusi bo'lgan Lowell F4090 ni qisqacha aytib o'tamiz. Bu 4090imiz 2 dona qoldi. Bu 4080, 4090, 40-100 modellari bor. Ya'ni narxi 375 million, 385 million va 395 million so'm narx. Bu 385 million so'mligi hozir Toshkentda 2 dona qoldi. Ulgurib qoling. Bu traktorimizning eng afzal tomonlaridan biri orqa oldi navesnoylari bor. Ya'ni bitta fishkasi bor. Ko'p mijozlarimiz asosan bu yil beda zo'r bo'lyapti. Oldiga 1.95, orqaga 1.95, deyarli 4 metrli bedani o'rib, prispad bo'lishga moslab ketyapti. Nafaqat beda, freza qilasizmi, uzumzor, intensiv bog'larga diskey banana qilasizmi, ya'ni katta bog'larga hammasiga ketaveradi. Sifati juda ham zo'r, motor kuchli, o'zi bahaybatligini ko'rishingiz mumkin. Juda ham uzun motor, VChay motori bilan jihozlangan. Bu traktorimiz yangi partiyalar yana yetib keladi, lekin narxi bunaqa bo'lmaydi, chunki bu 2024 dagi narx bilan turibdi. Ulgurib qoling. Undan ham xudo xolasa 5-10 milliongacha chegirma qilib beryapmiz. 2 dona qoldi. Yana yuqorida aytib o'tib ketamiz. Bartovoy. Bu bemalol boya presspat bo'lishni kattaroqlarni ham bemalol ishlata oladi. Barchangizni SN Invest bosh ofisi va filialida kutib qolamiz. Qaysidir filialga borib xarid qilsangiz ham, qolmagan bo'lsa ham yetkazib beramiz. Xudo xolasa filialgacha. Kuni kecha kelgan, masli bo'lgan Lowell 704 traktorimiz 2026-yil mart oyida ishlab chiqarilgan. Bu traktorimiz juda ko'pchilik mijozlarimiz kutishayotgandi. Xo'p, nima uchun bu traktorimizga talab kuchli? Birinchi navbatda mana ko'rishingiz mumkin. Meni bo'yim 1.75 bo'lsa, qanchalik past va qanchalik baquvvat. Uzunligini ko'rishingiz mumkin. Turbo kompressorli baquvvat traktor. Xudo xolasa mana motorlarni ko'rsatib ketamiz. VChay motor bilan jihozlangan, o'zini воздушный filtrlari joylashtirib ketilgan. Akkumulyator ko'rishingiz mumkin. Skrit yig'ib joylashtirib ketilgan. Juda ham yaxshi konstruksiyaga ega. 4 portionli bo'ladi. Oldi mostlari baquvvat, kichkina intensiv bog'larga zo'r traktor. Narxi ham juda ham yaxshi, ot kuchiga nisbatan. Revers korobka deysizmi, zadniy mos, bartovoy, tashqi silindr hammasiga ega. Bu traktorimizning hozirgi kundagi narxi 182 million so'm. Paytida 190-200 millionga chiqib ketib qoldi. Hozir ko'z tegmasin, narxi 182 million turibdi. Undan ham chegirma qilib beramiz. Bu traktor juda tez tugab qoladi. Hoziroq qo'ng'iroq qilib o'zingizga bron qilib qo'ying. Videoni boshida aytib o'tganimizdek, yangiligimiz bor dedik. Ushbu traktorlarni olish tartibi. Eng kami 25% to'lov qilsangiz, 1 yildan 3 yilgacha e'tibor bering. Yillik 16.7% dan eng past foizdan har 3 oyda bir to'lov grafik asosida qilib beramiz. Agar yo'q, menda 6 oyda bir pul bo'ladi desangiz, yillik 18.1% dan boshlang'ich 30% ga traktorda qilib beramiz. Xudo xolasa ertalab kelsangiz, abitdan keyin ishingiz bitib ketadi, bir kunda olib ketsangiz bo'ladi va eng asosiy yangiligimiz boshlang'ich 50-55% to'lasangiz, 1 yilga nasiya savdo tarzida qilib beramiz. Foizsiz albatta. Ko'pchilik mijozlarimiz sal noto'g'ri tushunishyapti. Misol uchun bu traktorimiz 205 million so'm, siz boshiga 55% to'ladingiz, 1 yilga taxminan sizga 117 million, 118 millionga aylanadi. Nimaga 205 millionni o'ziga emas desangiz, uni hujjat rasxodlari bor, texpasport, texosmotor. Hamma narsani hujjat bilan qilib beramiz sizga va bir kunda ishingiz hal bo'lib ketadi. Barchangizni SN Invest bosh ofisida va filiallarida kutib qolamiz. Quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz, so'ragan traktoringizni to'liq tushuntirib beramiz. Ushbu video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariyada bizdan Lowell traktor olgan bo'lsangiz, o'zingizni xolisona fikringizni aytib qoldiring va qaysi traktor kerak bo'lsa bizga aloqaga chiqsangiz, siz xohlagan tartibda imkon qadar qilib beramiz.